o'ldirmoqchi edi. Lekin tog'amni bitta gapi esimga tushib qoldi. Biz gunohlar haqida gaplashgandik va jiyan, dunyodagi eng og'ir gunohlardan biri o'z joniga qasd qilish degandilar. Xudo o'zi yaratganmi, o'zi oladi degandilar. Shu gaplar meni fikrimdan qaytardi. Tog'ayni aqlli gaplari ko'p edi. Mayli, roziman. Rostdanmi? Faqat tog'ayni hurmati uchun rozi bo'ldim. Vaqtinchalikka. Tushundingmi? Ijara pulini vaqtida berasan. Keyin uy ishlariga ham qarashasan. Kelishdikmi? Kelishdik. Bo'lmasa boshla. Xo'p bo'ladi. Hozir chinnidek qilib qo'yaman. Kafedan ish so'ramoqchi bo'ldim. Lekin bu yerda mijozlari ko'p bo'ladi. Qizlar ham ko'p kelib turadi. Bunaqada o'gay singlim ko'rib qolsa nima bo'ladi? Ish izladim. Do'konchi kuniga 50 ming beraman dedi. Ko'nmadim. Model. Mendan model chiqmaydi. Massajchi kerak. Spa salonda ish bor. Spasi nima ekan? Svarish kerak. Panjara o'rnatamiz.